Assalomu alaykum aziz navoiyliklar, hurmatli vatandoshlar. Mana bugun yana ochiq muloqot jonli efirning navbatdagi soni efirda. Aziz vatandoshlar, hurmatli navoiyliklar. O'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib turibmizki, bugun jonajon vatanimizda, yangi O'zbekistonimizda misli ko'rinmas darajada o'zgarishlar bo'lyapti. Bu o'zgarishlarning eng asosiy maqsadi avvalo inson qadri uchun. Shunday ekan, mana bugun vatanimizdagi olib borilayotgan islohotlarni, qilinayotgan yangi o'zgarishlarni, nafaqat bugun yangi O'zbekistonimizda, bizni viloyatimizda ham bir qancha ulkan o'zgarishlar amalga oshirilyapti. Aynan mana ommaviy axborot vositalarida ko'rib turibmizki, hurmatli prezidentimiz hali mana yaqindagina tibbiyot sohasi bilan, qolaversa ta'lim sohasi bilan video selektor yig'ilishlari o'tkazdilar. Mana kuni kecha Vengriya davlatiga tashriflarini ko'rib turibmiz. Albatta bu tashriflar, bu o'tkazilayotgan selektorlar, video selektor yig'ilishlari birinchi maqsadi mana shu xalqqa yangi yaxshi sharoitlar yaratib berish, xalq farovonligi uchun eng asosiy maqsadi mana shu xalq farovonligi uchun xizmat qilish. Bugun mana biz yana ochiq muloqot jonli efirimizda aynan bizni mamlakat viloyatimizda xizmat ko'rsatish sohalarini yana birgina yo'nalishi bo'lgan ijtimoiy soha yo'nalishiga nazar solar ekanmiz. Bugun bu sohada qanaqa ishlar amalga oshirilyapti? Xabaringiz bor. Mana shu kuchli ijtimoiy siyosat O'zbekiston taraqqiyotining yetakchi tamoyili hisoblanadi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada e'lon qilingan ijtimoiy davlat tamoyillarini inobatga olgan holda davlatimiz rahbarining 2023-yil 1-iyundagi ya'ni 82-sonli farmonlari bilan mana shu ijtimoiy himoya milliy agentligi fuqarolarimizni ijtimoiy himoyaga oid huquq va manfaatlarini ta'minlash uchun tashkil etildi. Ushbu boshqa ya'ni agentlik respublikada tashkil etilgan bo'lsa, bizni viloyatimizda boshqarma sifatida o'z faoliyatini yurita boshladi. Aynan bu soha bugun bizni mamlakatimizda qay darajada bizni viloyatimizda qay darajada xizmat ko'rsatyapti, aholiga qanaqa qulayliklar yaratib berilyapti, aynan ijtimoiy himoyaga ya'ni ijtimoiy himoya qatlamiga muhtoj bo'lgan xonadonlarga nima imkoniyatlar qilib berilyapti degan savollar bilan bugun mana shu ijtimoiy himoya milliy agentligining Navoiy viloyat boshqarmasini studiyamizga, ya'ni jonli muloqotimizga taklif etganmiz. Demak, men bugun mehmonlarimizni tanishtirib o'tsam, Rajabov Qahramon Razoqovich, ijtimoiy himoya milliy agentligining Navoiy viloyat boshqarmasi boshlig'i, ya'ni Bofoyev Farruxjon Jo'raqulevich boshqarma boshlig'ining o'rinbosari, fuqarolarga ko'rsatiladigan ijtimoiy xizmatlar turlari va og'ir ahvolga tushib qolgan oilalar bilan ishlash mexanizmlari bo'lim boshlig'i. Demak, Ravshanov Husayn Imomjonovli boshqarma boshlig'i o'rinbosari, nogironligi bo'lgan shaxslarga ko'rsatiladigan ijtimoiy xizmatlar va qonunchiligimizdagi yangiliklar to'g'risida ma'lumot berib o'tadilar. Xudoynazarov Jasurbek Bahodirevich ijtimoiy to'lovlar shubasi mudiri. Demak, Jasurbek Bahodirevich bizga agentlik tomonidan berilayotgan nafaqalar va yordamlarning manzilliligi va kompensatsiyasi tizimi haqida axborot beradilar. Demak, Ulug'berdiyev Nurbek Rusiyevich Navoiy shahar inson ijtimoiy xizmatlari markazi direktori, demak, Navoiy shahar bo'limini rahbari murojaatlarga javob berib o'tadilar. Demak, men birinchi savol bilan Qahramon Razzoqovichga yuzlanar ekanman. Qahramon aka, o'zimiz ko'rib turibmizki, bugun haqiqatan viloyatimizdagi aynan ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamga bir qator keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Nafaqat boshqarma, viloyat hokimimiz boshchilik bir qator ishchi guruhlar bor, buni o'sha aholini har turdagi qatlamini o'rganyapti. Qolaversa, mana bugun hurmatli davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan topshiriqlariga binoan bizni viloyatimizda bir qator ishchi guruhlar respublikadan tashrif buyurgan, mana sayyor qabullar o'tkazilyapti. Mana respublikamizning bosh prokurorining o'zlari 3 kundan beri mana shu viloyatimizda har bitta tumaniga shaxsan o'zlari boryaptilar, yoki o'sha davlat rahbarining maslahatchilari bizni viloyatimizga tashrif buyurganligi, ular mana shu eng olis Uchquduq, Zarafshon, Navbahor, Qatirchi tumanlarida mana shu aholi o'rtasida sayyor qabullar o'tkazilyapti va ularning muammosini eshityapti, yechimi bo'yicha mana shu yo'l xaritalar, manzilli dasturlar, chora-tadbirlar rejalari ishlab chiqilyapti va yechiladigan masalalar
joyida hal qilib berilyapti. Bunga o'ylaymanki, demak bizni aholimiz bilan xalqimizni ertangi kuniga ishonchini oshirish uchun, ularni yanada mana shu muammolarini eshitish, ishga joylashtirish, tibbiyot sohasi va hokazo yo'nalishlar bo'yicha ularga mana bugun yechim qilib beryapti. Xo'p, bizni viloyatimizda ham mana shunaqa sayyor qabullar o'tkazilyaptimi? Aynan mana shu boshqarma tashkil etilgandan keyin ularga qancha qulayliklar yaratib berildi? Mana bir qancha yo'nalishlar tibbiyot sohasidan olib sizlarga berildi. Nima uchun bu yo'nalish nima maqsadda qilindi va maqsad sari olg'a qadam tashlay olyaptimi degan savollar bilan sizga murojaat qilsak marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, Akram Qodirovich. Men birinchi navbatda sizga minnatdorchiligimni bildirmoqchi edim ushbu taklif uchun. Sababi siz aytib o'tganingizdek, biz tashkil etilganimizga uncha ham ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Aynan bu soha uchun, bu tarmoq uchun bu muddat juda ham qisqa muddat. Lekin shu qisqa muddat ichida bir muncha aytib o'tganingizdek bir yaxshi islohotlar amalga oshirildi. Men aytmoqchi bo'lganimki, aholiga biz aytadigan gaplarimiz ko'p, bizni tanishtiradigan yo'nalishlarimiz ko'p, xizmatlarimiz ko'p va bu bugungi telemuloqot ushbu nima deydi, bir yaxshi vosita bo'lib xizmat qiladi va aholidan ham oladigan o'sha murojaatlarimiz bizning faoliyatimiz haqida ham bir o'zimizga bir ko'ra olamiz. Qani qaysi yo'nalishda yana qo'shimcha ishlashimiz kerak, nima muammolarimiz bor. Bu imkoniyat uchun avvalambor sizga rahmat aytaman. Endi aytib o'tganingizdek, o'sha yangi tahrirdagi 23-yil qabul qilingan konstitutsiyada O'zbekiston o'sha dunyoviy demokratik davlat bilan birga bir qatorda ijtimoiy davlat degan bir maqomni ham, mas'uliyatni ham o'z bo'yniga oldi. Bu juda katta mas'uliyat. Buni anday bunday rivojlangan mamlakatlar ham hattoki shu ijtimoiy davlat nima deydi, mas'uliyatini o'z bo'yniga ola olmaydi, chunki bu juda katta bir mehnat, mablag' talab qiladigan ish. Lekin shu prezidentimizning qat'iy siyosiy irodalariga asosan O'zbekiston konstitutsiyasida O'zbekiston ijtimoiy davlat deb belgilab o'tildi. Va konstitutsiya qabul qilingandan ko'p vaqt o'tmasdan o'sha 1-iyunda 82-sonli tarixiy farmon qabul qilindi va ijtimoiy himoya sohasidagi bir necha tarqoq holida joylashgan o'sha vakolatlar, xizmatlar bitta tashkilotga, ya'ni Ijtimoiy himoya milliy agentligiga birlashtirildi. Va eng yana bir muhim jihatlaridan biri Ijtimoiy himoya milliy agentligi prezident huzurida tashkil etildi. Ya'ni bevosita prezidentimizning o'zlari boshchiliklarida, bevosita rahnamoliklarida ushbu agentlik faoliyat yuritib boshladi. Endi bundan oldin nima ijtimoiy himoya bo'lmaganmi, qanaqa faoliyat yuritgan, masalan nafaqamizni olganmiz yoki reabilitatsiyaga borganmiz, gruppaga chiqqanmiz degan tushuncha bilan to'g'ri bor edi. Lekin hamma ijtimoiy xizmatlar alohida tarmoq va vazirlik, qo'mita idoralarining huzurida joylashgandi va bu o'z navbatida fuqarolarimizga bir necha noqulayliklarni keltirib chiqarardi. Agentlik tashkil etilgandan keyin o'sha 82-sonli farmon asosida 16 vazirlik idoralarini ijtimoiy himoya sohasidagi faoliyatlari muvofiqlashtirilib agentlik tasarrufiga o'tkazildi. Faoliyatimizni boshlaganimizda 49 turdagi ijtimoiy xizmatlar bo'lsa, hozir ijtimoiy xizmatlarimiz soni 103 taga yetdi. Ya'ni bundan keyin ham oshadi. Va eng asosiysi bu hamma xizmatlar o'sha bitta tom ostiga birlashtirildi. Bu biz aytamiz inson markazi deb nomlandi va har bitta tuman shaharlarda inson ijtimoiy xizmatlar markazi faoliyat yuritib boshladi. Va yana O'zbekistonning o'ziga xos bir tajribasi nimadan iborat bo'ldiki, bu ijtimoiy xizmatlar mahalla darajasiga tushirildi. Ya'ni ijtimoiy xodim degan bir unikal institut mahalla yettiligi tarkibida o'z faoliyatini boshlab, hozir shu mavjud 103 turdagi ijtimoiy xizmatlarimizni fuqarolarimiz uyida, mahalladan chiqmagan holda, hech qanaqa idora yurmasdan ijtimoiy xodimga o'sha arizalarni topshirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu albatta o'sha jahon hamjamiyati tomonidan ham mana biz bir nechta xorijiy davlatlarga borganda juda bir iliq kutib olinib, boshqacha e'tirof etildi. Endi 2 yildan beri to'g'risi bu soha juda izchil islohotlar ostida, qaror farmonlar juda ham ko'p, yangiliklar juda ham ko'p.
Endi mana hozir ochiq muloqotimiz davomida Xudo xolasa shu savollar orqali va nima deydi, muloqot orqali ushbu savollarga javob berib o'tamiz. Rahmat. Aynan mana shu soha tashkil etilgandan keyin tibbiyot sohasida, ya'ni sog'liqni saqlash sohasida bizda mana bu nogironligi bo'lgan fuqarolarimiz mana shu order olish masalasi yoki mana shu murojaatni mana shu hududiy poliklinikalarga yoki oshxonalarga borib murojaat qiladi. Mana shuni juda ko'p, men o'zimdan ham shunaqa savol tug'ilib turadi doim. Demak, mana shu yo'nalishni oldida hozir ijtimoiy himoya milliy agentlikka berildi, ya'ni sizlarga berildi. Demak, bizni hozirgi fuqarolarimiz joylarga borib, mana ikkinchi guruh, birinchi guruh nogironligi bo'lgan, o'sha reabilitatsiyada yotishi kerak bo'lgan bemorlarimiz hozir poliklinikadan emas, orderni sizlardan olyapti. Mana shu nima uchun shunday bo'ldi va nima yangi qulayliklar yaratadi mana shu, ya'ni bemorlarimizga, o'sha order oluvchi, o'sha davolanishlarga, pansionatlarga boruvchilarga. Yana qo'shimcha savol shundayki, bizda faqat mana shu reabilitatsiyalarga yotqizamizmi yoki mana shu dam olish oromgohlariga, ya'ni sanatoriyalarga ham jo'natish imkoniyatlari bormi? Xo'p, savol uchun rahmat. Endi o'sha aytib o'tgan 103 ta ijtimoiy xizmatlarimizdan biri bu o'sha reabilitatsiya markazlarida nogironligi bo'lgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish. Endi bu reabilitatsiya markazlariga o'zi kimlar yo'naltiriladi degan savol bor. Reabilitatsiya samaradorligi yuqori bo'lgan yoki protez mahsulotlariga birlamchi ehtiyoji mavjud bo'lgan yoki nogironlik belgilash uchun qayta ko'rikka endi keladigan fuqarolarimiz birlamchi yo'naltiriladi. Endi shu paytgacha agentlik o'zi tashkil etilgandan keyin bizning asosiy bir yo'nalishlarimizdan bittasi bu raqamlashtirish bo'ldi. Chunki ijtimoiy xizmatlarni mahalla darajasiga tushirish uchun bu avvalambor raqamlashtirishimiz kerak edi. Shuning uchun bu soha ham, bu reabilitatsiya markaziga order berish sohasi ham raqamlashtirildi va natijada o'sha fuqarolarimiz bevosita nogironligi bo'lgan shaxslar ijtimoiy xodim orqali yoki inson markazi orqali shu belgilangan tartibda 1 yilda bir marta reabilitatsiya markazlarida tegishli bo'limlarida reabilitatsiya muolajalari o'tishi mumkin. Va yana bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Bizda viloyatimiz markazida joylashgan o'sha reabilitatsiya markazi yaqinda viloyat hokimimiz ham borib o'zlari takliflarini berdilar. Biz bergan taqdimotlar bilan tanishib o'sha reabilitatsiya markazining kengaytirish, qo'shimcha xizmatlar joriy qilish bo'yicha taqdimot qilib berdik. Shunda ma'qul bo'ldi. Viloyat hokimimiz hozir bilan qo'shib Xudo xolasa amalga oshiramiz. Hozir reabilitatsiya markazimiz 100 o'rinli. Lekin biz kunduzgi qatnov asosida qo'shimcha 20 qatnov asosida ambulator xizmatni ham tashkil etilyapti. Va o'sha xizmatlardan reabilitatsiya markazida atrofidagi mahallalarda joylashgan nogironligi bo'lgan shaxslar uchun adaptiv sport bilan shug'ullanish imkoniyatlari ham yaratib berilyapti. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'sha ijtimoiy himoya milliy agentligiga tashkil etilgandan keyin reabilitatsiya markazida ko'rsatiladigan xizmatlar ham kengayapti. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Nogironligi bo'lgan shaxslarda ko'pincha ruhiy holatda ham, ular ruhiy holatiga ham aralashuv kerak bo'ladi. Ya'ni ruhiy reabilitatsiya ham kerak bo'ladi. Hozir reabilitatsiya markazimizda o'sha ruhiy treninglar ham, psixologik treninglar ham, coachinglar ham o'tkazish yo'lga qo'yilgan. Qolaversa, o'sha viloyat hokimi tashabbusi bilan madaniyat boshqarmasi bilan hamkorlikda turli xil konsert dasturlari, stand-up shoular ularni ham tashkil qilyapmiz. Juda yaxshi. Mana shu nuqtai nazardan men bir savol berib o'tay. Doim shunaqa savollar tug'iladi va bizga ko'p murojaatlarda mana shu ijtimoiy himoya milliy agentligi, ya'ni sizning boshqarmangiz o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga, nogironligi bor oilalarga, qolaversa bemorlarga beminnat dori vositalar yetkazib beriladimi va qaysi turdagi kasallarga, ya'ni qaysi turdagi bemorlarga beg'araz dori vositalari yetkazib beriladi? Agar ruxsat bersangiz, savolimizga va nogironlik sho'basi mudiri bor, mutaxassisimiz Ravshan javob bersalar, shu bepul beriladigan dori vositalari. Endi men shu sog'liqni saqlash Husayn Imomovichga men bir narsani aytmoqchiman. Nogironligi bo'lgan shaxslarga ko'rsatiladigan ijtimoiy xizmatlar va ularga tarqatiladigan tekin dori vositalari mana shu to'g'risida ham ma'lumot berib o'tsangiz, chunki bugun mana shu aholimizga juda ham qiziq. Avvalambor assalomu alaykum. Savol uchun rahmat. Haqiqatan reabilitatsiya markazi yuqorida aytilib o'tilgandek nogiron bo'lgan shaxslarga
tibbiy reabilitatsiya bilan birgalikda ijtimoiy reabilitatsiya xizmatlarini ham ko'rsatib o'tadi. Bu borada Sog'liqni saqlash vazirligining 101-son qarori mavjud. Bunda o'sha nogiron bo'lgan shaxslarga, umuman bevosita boshqa fuqarolarga nisbatan ham bepul dori vositalari bilan ta'minlash yoki bepul tibbiy xizmatlarni ko'rsatish tartibga solinadigan buyruq qabul qilingan Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan. Mazkur buyruqqa asosan reabilitatsiya markazi, shuningdek tibbiyot boshqa muassasalarda ham o'sha bepul tibbiy xizmatlar ko'rsatib kelinadi. Bundan tashqari reabilitatsiya hozirgi kunda reabilitatsiya markazimizda tubdan faoliyatini o'zgartirish borasida islohotlar amalga oshirilmoqda. Yuqorida Qahramon Razzoqovich aytib o'tganlaridek, reabilitatsiya markazimiz ilgari faqat tibbiy reabilitatsiyaga moslashib qo'ygan bo'lgan. Hozirgi kunda mana prezidentimizning 2024-yil 8-noyabrda 389 son qarorlariga asosan reabilitatsiya markazlarida adaptiv sportni rivojlantirish ham ko'zda tutilgan. Ya'ni nogiron bo'lgan shaxslarni adaptiv sportga jalb qilish orqali ularning jismoniy reabilitatsiyasini kuchaytirish ham asosiy maqsad qilib olingan. Bu borada biz katta loyihani amalga oshiryapmiz. Hozirgi kunda reabilitatsiya markazida bir qancha adaptiv sport turlarini joriy qilishga qaratilgan to'garaklar tashkil qilish, bundan tashqari o'sha atrofdagi reabilitatsiya markazi atrofidagi 5 ta mahalla fuqarolari uchun adaptiv sport turlari to'garaklarini tashkil qilish borasida ishlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, reabilitatsiya markazini hozirgi kunda xizmatlarni kengaytirish borasida uyda tibbiy reabilitatsiya xizmatini tashkil qilish ham yo'lga qo'yilgan. Ya'ni bizda o'sha reabilitatsiya markazimizdagi tibbiy fiziologiyani LFK vrachlarimiz yoki hamshiralarimiz tomonidan fuqaroni uyiga borgan holda ularni tibbiy reabilitatsiya qilish amaliyotlari joriy bo'lmoqda. Ya'ni ularni bu xizmatdan asosiy ko'zlangan maqsad nima? Ya'ni ularni o'ziga o'zi xizmat ko'rsatish, ko'nikmasini shakllantirish, ularni sal bo'lsa-da sog'lomlashtirish, ularni ijtimoiylashishni ta'minlashga qaratilgan eng muhim ijtimoiy xizmat turlaridan biri tashkil qilingan. Bundan tashqari reabilitatsiya markazining keyingi faoliyat yo'nalishlari borasida bir qancha loyihalarimiz bor keyinchalik. Bulardan biri masalan biza hozirgi reabilitatsiya markazida faqat tibbiy reabilitatsiyadan qochib kayfiyat terapiyasi, masalan gidromassaj yoki balchiq massaj, mana shunaqa reabilitatsiya, ergoterapiya, ijtimoiy xona, LFK, fiziologiyani kabi ijtimoiy xizmat turlarini kengaytirish orqali nogiron bo'lgan shaxslarni ijtimoiylashishni ta'minlash, ularni o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish, ko'nikmalarni shakllantirish va ularni kasbga yo'naltirish orqali ularni o'ziga xizmat ko'rsatish nimasini ko'nikmasini shakllantirish borasida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari hozirgi kunda inson ijtimoiy xizmatlar markazlari tomonidan nogiron bo'lgan shaxslarga nisbatan 20 dan ortiq ijtimoiy xizmatlar ko'rsatib kelinadi. Biz tahlil qilib o'tkazdik. Masalan, bitta Navoiy shahrida Yangi hayot mahalla fuqarolar yig'inida jami 107 ta nogiron bo'lgan shaxslarni xatlovdan o'tkazdik. Bir hafta vaqtimiz ketdi bunga. Bir hafta vaqt davomida 107 ta nogiron bo'lgan shaxslarni qamrab olganimizda 228 dan ortiq ijtimoiy xizmatga ehtiyoj borligi aniqlandi. Bu endi bitta mahalla tizimida 228 ta xizmat bo'lgandan keyin butun viloyat miqyosida qamrab olganimizda qancha ularni nogiron bo'lgan shaxslarni ijtimoiy xizmat doirasida qamrab olishimiz ijobiy natija beradi. O'z navbatda hozirgi kunda ijtimoiy xodimlar, o'sha reabilitatsiya markazi xodimlari bilan birgalikda ijtimoiy reabilitatsiya borasida ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Ruxsat bersangiz, qo'shimcha qilmoqchiman, Akram Xodimov, men teletomoshabinlar borligiga nima qilib, nogironlik biz ko'pincha kasal deb qaraymiz-da. Aslida nogironlik bu kasallik emas, nogironlik bu hayot tarzi. Ya'ni ular siz bilan menga o'xshamagan, lekin ya'ni muayyan ehtiyojlari bor. Ya'ni qaysidir imkoniyatlardan cheklangan. Biz ularga qulay muhit, qulay kasblar, qulay ko'nikmalar yaratib berishimiz kerak. Reabilitatsiya markazi bu shifoxona emas. Biz shunga o'rganib qolganmiz, borib davolanib kelay deydi-da. Lekin aslida reabilitatsiya markazi shifoxona emas. U yerda biz nogironligi bo'lgan shaxslarni o'ziga o'zi xizmat ko'rsatish, birinchi navbatda o'ziga o'zi xizmat ko'rsatishni o'rgatishimiz kerak. O'ziga o'zi xizmat ko'rsatish nima degani? Borganda masalan nogironligi bo'lgan shaxs o'ziga o'zi choy damlab biladimi, yo'qmi? Qoshiq ushlashdimi, misol uchun, oddiy choy damlab, qoshiq ushlab, yotib, turib, yuvinib, mana shunaqa birlamchi ehtiyojlarni bajara olishni ko'nikmalarini o'rgatishimiz kerak. Ikkinchidan, masalan, nogironligi yengilroq bo'lganlariga kasb hunari o'rgatish.
ijtimoiy xonalar orqali o'sha ijtimoiy xonalar tashkil etilyapti. O'sha yerda kasb hunar o'rgatish, muayyan o'sha nogironligi bo'lgan shaxslarga moslashgan kasblarni o'rgatish. Bu reabilitatsiya markazini asosiy faoliyat yo'nalishi bo'lishi kerak. Rahmat. Demak, mana shu oddiy bir savol beray. Doim shunga qiziqaman. Mana men yashagan mahallada o'sha общий двор deydi-ku, mana shu 3-4 umumiy hovli. O'sha umumiy hovlida yolg'iz onalar, ya'ni yolg'iz ayollar yashaydi. Farzand ko'rmagan, turmushga chiqmagan, mana hozir 70-80 ga yosh yetib qolgan, uni o'zi qarilikda-da, u qarilikda o'zi nima deydi? U o'ziga o'zi xizmat qilish ham yaramay qolgan. Unga mana shu ijtimoiy markaz ko'makchi bo'lyaptimi? Kimdir unga shunaqa imkoniyat bormi? Bir xodimmi yoki mutaxassismi ajratib unga mablag' to'lash evaziga o'shanga qarovchilar bormi? Mana shunaqa, men misol aytayman, u oldi edi. Mana hozir ham mana shunaqa holatlar bo'lib qolsa, boquvchisini yo'qotganim, men yolg'iz yashaydigan, uyda yashaydiganlarga u hech narsaga yaramay qolgandan keyin unga xizmat ko'rsatuvchi yo'nalishimiz ham bormi bizda? Mana shu yo'nalishga javob berib o'tsangiz juda yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum. Avvalambor bu ko'rsatuvga taqdim qilganlaringiz uchun katta rahmat. Aynan ushbu yo'nalishda Ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil qilingandan so'ng bizni kontingentlarimizning yana bitta asosiy qismlaridan biri, ya'ni o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan, yolg'iz, nogironligi bo'lgan shaxslar bizni kontingentimiz hisobiga kiradi. Ya'ni siz ta'kidlab o'tganingizda ma'lum bir yoshga yetgan va hozirgi kunda o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lib qolgan, yolg'iz yashovchi, yakka yolg'iz fuqarolarimizga Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan ijtimoiy xodim assistentlari biriktiriladi. Ya'ni ijtimoiy xodim assistentlari ushbu fuqarolarimizga maishiy ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishda, ya'ni uylarni yig'ishtirish, ovqat pishirish, dorilarni yetkazib berish, bundan tashqari ularni hayotiy faoliyatlariga yordam berish, kundalik yumushlarga yordam berish, kundalik ishlariga qarab turish, ko'chada sayr qilish, aylantirish, hamrohlik qilish, bundan tashqari madaniyat tadbirlariga olib borish, hamrohlik qilish xizmatlarini ham sportga jalb qilish bo'yicha, hamrohlik qilish bo'yicha xizmatlarni o'z ichiga oladi. Dastlab ushbu fuqarolarimiz bugungi kunda 676 nafarni tashkil etgan bo'lsa, Navoiy viloyatida hozirgi kunda yangi xizmat turi joriy qilinyapti. Ya'ni Prezidentimiz 171-sonli qarorlariga asosan o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz yashovchi keksalarga 5 turdagi yangi xizmatlar joriy qilinyapti. Ya'ni ushbu xizmatlar bugungi kunda faqat Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan emas, balki ushbu yo'nalishda ham davlat xususiy sherikchilik shartlari asosida xususiy sektorni ham jalb qilish ustuvor vazifa sifatida qaralgan. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda biz Navoiy viloyatimizda ham uyda qarab turish, kunduzgi qatnov asosida xizmat ko'rsatish, tibbiy ijtimoiy reabilitatsiya xizmati, shaxsiy yordamchi xizmatlarni ko'rsatish, ijtimoiy maishiy xizmatlarni ko'rsatish bo'yicha ham xizmatlarni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bugungi kunda hududlardagi, mahalladagi 322 ta ijtimoiy xodimlarimiz ushbu yo'nalishda kontingentlarni izlab topyapti. Bundan tashqari, bugungi kunda ushbu fuqarolarimiz bizga aniqlangan taqdirda ijtimoiy xodimlar orqali ularning arizalari o'zlarining uyidan chiqmagan holda o'sha planshetlar orqali arizalari qabul qilinib, 5 ish kuni ichida fuqarolarga oilaviy sharoitlari, Bartel Lowton shkalalari bo'yicha baholanib turib, ushbu fuqarolar bizning kriteriyarimizga to'g'ri kelish, kelmasligi to'g'risida to'liq ma'lumot berib, agar bizning kriteriyarimizga to'g'ri keladigan bo'lsa, 5 ish kuni, jami 10 ish kuni ichida to'liq ushbu fuqarolarni reyestrga olib, assistent biriktirib, tegishli xizmatlarni individual xizmat rejalari belgilanishiga erishiladi. Mana shu 676 nafar mana shu, ya'ni assistentlarga, sizni ko'makchingizga muhtoj bo'lgan oilalarga mana shu assistentlik qiladigan, ya'ni ko'makchilar maxsus o'quv kurslarida o'tadimi, ular o'quv kurslariga qatnashib, o'qib, tayyorlanib, keyin ularga yo'naltiriladi. Endi men bu savolni nima uchun beryapman? Ayrim holatlarda mana ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapmiz, o'shanaqacha holatlarda bunga biriktirilgan mana shu assistentlarimiz, ya'ni turli xil qo'pol muomalada bo'lib, turli xil bosimlar o'tkazilayotganliklari bugun ijtimoiy tarmoqlarda chiqyapti. Ular mana shu maxsus sertifikatga ega bo'lyaptimi yoki qanaqadir diplomga ega bo'lganmi yoki qanaqadir o'quv kurslarida o'qitilyaptimi? Shu bo'yicha ham to'liq ma'lumot bersangiz yaxshi bo'lardi. Albatta o'rinli savol bo'ldi. Yosh keksa fuqarolarimizni o'ziga yarasha, o'zlariga mos, o'ziga xos bo'lgan xarakterlari bo'ladi.
Chunki bu fuqarolar alohida parvarishga, alohida e'tiborga loyiq deb o'zlarini his qilib, alohida parvarish o'zlaridan kutadi bizning assistentlardan ham. Shu nuqtai nazardan bizning assistentlarimiz bugungi kunda har bir ko'rsatiladigan ijtimoiy xodim assistentlarimizni qilgan xizmatlari, ya'ni feedback tizimi orqali yolg'iz keksalarimiz bularni ko'rsatayotgan xizmatlarni baholab boradi. Ya'ni bizning assistentimiz ushbu xonadonga borib qay darajada xizmat ko'rsatayotganligini assistent o'zini o'sha platformasida, planshetida rasmga tushirib, aks ettirib bizni tizimga biriktiradi. Bu qilingan xizmatlarni inson markazida o'tirgan katta yoshdagi sho'balar monitoring qilib va bunga xulosasini beradi. Agar shunaqa holatlar aniqlangan taqdirda biz tegishli tartibda chora ko'ramiz. Rahmat. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, mana Oyna jahon orqali bizning telefon raqamlarimiz ko'rsatib turilibdi. Mana shu raqamlar orqali murojaat qilishingiz mumkin va biz qo'limizdan kelgancha, vaqtimiz yetgancha mana shu murojaatlaringizga ham javob berib o'tishga tayyormiz. Demak, birinchi savol mana shu Karmana tumani mahallasidan kelib tushgan. Ya'ni men Karmana tumanida istiqomat qilaman. Bir nafar nogironligi bor farzandni katta qilyapman. Bolamni na maktabga, na bog'chaga qabul qiladi. Juda ham sarson bo'lyapman. Qayerga murojaat qilishim kerak? Menga qanday yordam bera olasizlar degan savol bilan murojaat qilyapti. Men keyin buni familiyalarini, albatta mana shu savol yo'llagan fuqarolarimizning familiyalarini va manzillarini boshqarma boshlig'iga beramiz. Marhamat. Avvalo bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Bu savoldan kelib chiqib, yaqinda emas, shu joriy yil 27-fevral kuni Vazirlar Mahkamasining 126-son qarori qabul qilindi. Bu nogiron bo'lgan bolalar uchun kunduzgi parvarish xizmatini tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida. Bu xizmat nima uchun tashkil qilingan? 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan 6 turdagi tashxisga muvofiq keladigan nogiron bo'lgan bolalarni o'sha kunlik, haftasiga 5 kunlik yoki 6 kunlik vaqtincha parvarish qilib turish xizmati hisoblanadi. Bunda o'sha umumta'lim maktablariga yoki maktabgacha ta'lim tashkilotlariga yoki ixtisoslashgan maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlariga to'g'ri kelmagan, ta'limga to'g'ri kelmaydigan bolalarni kunduzgi parvarish xizmatiga jalb qilish nazarda tutilgan. Ya'ni buni tashxislari og'irroq, oddiy bolalar qatori ta'limga jalb qilib bo'lmaydi va bular uchun bu bolalar uchun parvarishlashga band bo'lib qolgan ota-onalarni jamiyatga qo'shish, ularni o'sha ish bilan ta'minlash va o'sha vaqtda bolalarga qarab turish xizmati juda ijobiy xizmat hisoblanadi. Bu fuqaromizga shuni maslahat beramiz. Hozirgi kunda Ijtimoiy himoya milliy agentligi Navoiy viloyat boshqarmasi psixologik tibbiy pedagogik komissiyamiz mavjud. Marhamat, ijtimoiy xodim orqali yoki inson markaziga kelib tegishli tartibda ariza topshirsinlar. Biz arizani ko'rib chiqib, psixologik tibbiy pedagogik komissiyasidan o'tkazamiz va kunduz parvarishlash xizmatiga jalb qilish chorasini ko'ramiz. Bugungi kunda bu respublikamizda birinchilardan bo'lib Navoiy viloyatida 3 ta hududda, ya'ni Navoiy shahri, Karmana tumani va Qiztepa tumanida kunduz parvarishlash xizmati joriy etildi. Bu o'z navbatda fuqarolar bundan minnatdor. Biz o'sha bolalarga tadbirkorlik subyekti orqali bolalarga 9 soat kun davomida qarab turganimizda ota-onalari ishga borib, o'zini boshqa yumushlar bilan band bo'lib, bolalarga biza qarab turish xizmati joriy etilgan. Fuqaromizga maslahat beramiz, shu bizga ariza bilan murojaat qilsalar, komissiya orqali ko'rib chiqib, kunduz parvarish xizmatiga jalb qilamiz. Tashxislarni ko'rib chiqib. Ruxsat bersangiz, qo'shimcha qilsam, kunduzgi parvarishlash xizmati haqiqatda juda ham bir yaxshi o'sha aholimiz tomonidan ko'p kutilgan xizmat edi. Sababi o'zimiz bilamiz, ayniqsa onalarimizga nogiron farzandlarni tarbiya qilish, ularni parvarishlash juda og'ir. Bu ham jismoniy, ham ma'naviy, ham moddiy jihatdan juda ham og'irlik qilardi. Lekin mana shu prezidentimizning tashabbuslari bilan, shu Vazirlar Mahkamasining 126-sonli qarori bilan ushbu xizmat yo'lga qo'yildi. Hozir Ravshanovning gaplariga qo'shimcha qilish aytmoqchiman. Bu xizmat turi hamma tumanlarimizda tashkil etiladi va bu xizmatga qo'shimcha ravishda masalan ota-onamiz bolani olib kelib olib ketishga qiyinchilikka uchrashi mumkin. Biz hozir qarorda nimasi ham haligi transport xarajatlari ham ko'zda tutilgan. Ya'ni tadbirkor agar bolani oilasidan olib ketib qaytarib yetib qo'yadigan bo'lsa, biz uni xarajatlarini qoplab beramiz. Hozir aytib o'tilgandek 3 ta hududda bo'lyapti.
va keyinchalik qolgan 8 ta hududimizda ham ushbu xizmat bo'ladi. Men birgina misol aytishim mumkin. Men Navoiy shahrida, o'z mahallasi yodimda yo'q. Navoiyzodda ishlagan, o'sha ayol Navoiyzodda ishlagan, nogiron farzand tug'ilgan, endi og'ir tashxisli bola 5 yildan beri ishlolmagan. Ya'ni faqatgina parvarishlash bilan shug'ullanib qolgan, chunki unaqa bolalar doimiy parvarishga muhtoj. Hozir shaharda ochilgan, o'sha Navoiy shahrida ochilgan kunduzgi parvarishlash xizmatiga bolani jalb qildik va onasi 5 yildan keyin ishga qaytishga muvaffaq bo'ldi. Bu ota-ona uchun ham ruhiy jihatdan yengillik, ham moddiy jihatdan yengillik beryapti. Rahmat. Demak, bizga SMS xabarlar kelishni boshladi. Assalomu alaykum, ochiq muloqot ko'rsatuvchi ijodkorlarga. Men Narzi To'xtayev, Navoiy shahrida istiqomat qilaman. Qaramog'imda bo'lgan 2 nafar chin yetim farzandlarimni uy-joy bilan ta'minlaganlari uchun Ijtimoiy himoya milliy agentligi Navoiy viloyat boshqarmasi boshlig'i va mas'ul xodimlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Davlatimiz rahbarlarining tashabbusi bilan olib borilayotgan islohotlardan benihoya mamnunmiz. Rahmat. Demak, yana bir savol tushyapti. Qatirchi tumani Dehqonobod mahallasidan Bektemir Hamroyev. Dorixonalar to'g'risida ma'lumot bersangiz, ularda dori-darmonlarning narxi har xil sotilmoqda. Buni kim nazorat qiladi? Dori-darmonlar narxi bo'yicha menimcha men javob berishim to'g'riroq bo'ladi. Bu vakolatimiz doirasiga kirmaydi, lekin men bir oz shu fursatdan foydalanib aytmoqchiman. Hozir bu muloqotimizda bizda o'sha murojaatlar bilan ishlash sho'basi ham eshityapti. Har bitta murojaatimizni yozib olib, tegishli tartibda javob beramiz. Dori-darmon masalasida shunaqa aytishim mumkinki, masalan, dori-darmon xarid qila olmaydigan toifadagi oilalarimiz bor. Bu oilalarimizga biz o'sha Saxovat va ko'mak jamg'armasidan dori-darmonlariga o'sha shifokor retsepti asosida xarajatlarni qisman qoplab berish instrumentimiz bor. Dori-darmon narxlari bo'yicha menimcha vakolatli organlar javob bergani ma'qulroq bo'ladi. Demak, yana bir fuqaromiz savol beryaptilar. O'zim va xotinim davlat ishida ishlaymiz. Ota-onam bilan birga yashaymiz. Yoshlari 80 dan oshgan. Ishga ketganimizda ko'pincha o'zlari yolg'iz qoladi. Sog'liklari yaxshi emas. Doim xavotirlanamiz. Qo'ni-qo'shnilarni ham doim bezovta qilish noqulay bo'lyapti. Shunday holatlarda sizlarning tashkilotingizda qanday yordamlar bor? Aynan shu toifadagi fuqarolarimiz uchun bizda 10-17, ya'ni pullik xizmatimiz joriy qilingan. Pullik xizmatimiz bugungi kunda o'zgalar parvarishga muhtoj bo'lgan, bizni reestrimizda turmaydigan, oilaviy sharoiti o'ziga to'q bo'lgan oilalarga bizni ijtimoiy xodim assistentlarimizdan tashqari pullik xizmat asosida shu yo'nalishda o'qitib, shu yo'nalishda tajribasi bor fuqarolarni, xodimlarni pullik xizmat asosida xuddi ijtimoiy xodim assistenti nima ish qiladigan bo'lsa, pullik xizmat asosida ko'rsatiladigan assistentlarimiz ham o'zi 123-sonli buyrug'imiz asosida belgilangan 5 ta xizmat turlarini ko'rsatib kelishi mumkin. Bizda Inson ijtimoiy xizmatlari markaziga murojaat qilinadi. 10-17 xizmat turimiz shu bo'yicha ariza qabul qilinib xizmat beramiz. Endi mana shu savollar yo'llanyapti hurmatli fuqarolarimiz tomonidan. Bu savollarni o'qib eshittirishga majburman. Doim qo'shnimda xonadonda janjal bo'ladi. Bolalarning holati ham yaxshi emas. Juda ham qo'rqoq bo'lib qolishgan. Uydan deyarli chiqmaydi. Bunday hollarga qayerga murojaat qilish kerak? Menga nima tavsiya berasiz? Endi bu savolga quyidagicha javob bergan bo'lardim. Tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollar va ularning farzandlari bilan ishlaydigan vakolatli organ bu Ijtimoiy himoya milliy agentligi hisoblanadi. Va tazyiq holatlari afsuski so'nggi paytlarda juda ham ko'p uchraydigan holatlar. Va tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollarimizga va ularning bolalariga ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan muayyan belgilangan ijtimoiy xizmatlar bor. Bundan tashqari o'sha ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazi ham bor. Ya'ni hayotiy xavf ostida qolgan ayollarimizni o'sha muassasada joylashtirib, ularga tegishli xizmat ko'rsatiladi. Undan tashqari yana bir narsani aytib o'tishim kerak. O'tgan yil 354-sonli Vazirlar Mahkamasining qarori asosida har bitta tuman shaharda birlamchi ko'mak xonalari tashkil etildi. O'sha tibbiyot muassasalarida, o'sha shoshilinch deymiz, o'sha muassasalarda birlamchi ko'mak xonalari tashkil etildi. Ya'ni bu o'sha turli xil
tazyiq yoki jismoniy zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarimizni mana odatda bunaqa holatlar kechqurun sodir bo'ladi. Ya'ni o'sha tazyiqqa uchragan ayolni joylashtiradigan joy bo'lmaydi. Kechki payt ishlaydigan joyimiz bu o'sha birlamchi ko'mak xonalari, ya'ni tibbiyot 24 soat ishlagandan keyin o'sha xonaga yetib joylashtiriladi. Tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Bu har bitta tumanda bor. Har bitta tumanda bor. Tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Uni xavfsizligi ta'minlanadi. Ya'ni u birlamchi ko'mak xonasiga masalan begona shaxslar yaqinlashtirilmaydi va tegishli tartibda ichki ishlar organlariga xabar beriladi va inson ijtimoiy xizmatlar markaziga ham xabar beriladi. Inson ijtimoiy xizmatlar markazi borib shu birlamchi ko'mak xonasiga joylashtirilgan ayol va uning farzandlaridan dastlabki so'rovnoma o'tkazib, uni ehtiyojlarini, muammolarini aniqlab, unga tegishli tartibda xizmatlar belgilaydi. Ya'ni unga qanaqa xizmat kerak bo'lishi mumkin? Yuridik xizmat, o'sha aliment masalasida, ajrim masalasida yoki o'sha zo'ravonga nisbatan ma'muriy chora qo'llash masalasida yuridik xizmat ko'rsatiladi va albatta psixologik xizmat ham. Chunki bunaqa ayollarimiz ko'pincha stress holatda, depressiya holatda bo'ladi. Ya'ni o'z joniga qasd qilish xavfi ham ko'p uchraydi. Bu holatda shu psixologlarimiz tegishli xizmatlarni ko'rsatib, ayol u yerda 72 soatgacha saqlanishi mumkin va agar 72 soatdan keyin o'sha oilaviy holat yaxshilanib, oilasiga qaytarish imkoniyati bo'lsa, oilasiga qaytariladi. Agar ayolni yoki bolasini hayotiga xavf tug'diradigan bo'lsa, uni o'sha ayollarni moslashtirish va reabilitatsiya qilish markaziga joylashtirib, xizmatlar ko'rsatish davom ettiriladi. Men fuqaromizga aytgan bo'lardim, o'sha o'z hududlaridagi ijtimoiy xodimga yoki o'sha 102 orqali ichki ishlar xodimlariga yoki o'sha uchastka profilaktik inspektoriga xabar bersa, bu ma'lumotlar hammasi konfidensial, shu ma'lumotlar sir saqlangan holda biz o'sha oilaga tegishli xizmat ko'rsatishni nazoratga olamiz. Rahmat. Demak, aziz teletomoshabinlar, bugun mana shu ochiq muloqot dasturining jonli efirda albatta bizni kuzatib boring. Hozir mana shu ijtimoiy milliy himoya agentligi tomonidan amalga oshirilgan ishlar yuzasi bo'yicha 4 daqiqalik roligimiz bor. Mana shu roligimizni sizlarga havola qilmoqchimiz. Marhamat. Baxtsiz hodisa tufayli 2001-yildan o'ng oyog'imdan ayrilganman. Shundan beri protezda yuraman. Shu vaqtgacha faqat o'zimiz hisobimizdan protez olib, yana uni qayta restavratsiya, remont qilib foydalanib yurdik. Mana inson ijtimoiy xizmatlar markaziga 2024-yilda murojaat qildik. Mana prezidentimizning tashabbuslari bilan biz nogironlarga qaratilgan e'tiborni hisobga olib, protez vositalaridan foydalanish bo'yicha yangi zamonaviy protezlar berilayotgan ekan. Shundan foydalanib biz ham pnevmatik, o'zimniki mexanik edi oldingisi, bu pnevmatik protez olib, hozirda foydalanib yuribman. Avvalgisiga qaraganda bu protez ancha mustahkam, sifatli va qulayliklarga ega ekan. Shuning uchun men o'zim davlat ishida ham ishlayman. Ishga borib kelishda, yurishimga, turishimga, harakatlanishim, sport bilan shug'ullanishim, o'zimni qiziqish uchun sport bilan ham shug'ullanaman. Shularga ancha yengilliklar yaratilgan. Biz endi shu para-og'ir atletika bo'yicha shug'ullanaman. O'zim uydan mashq qilaman, bo'sh vaqtlarda shug'ullanib turaman. Bu yerga ham ariza berilgan, ular yaqinda ochilgandan keyin adaptiv sport turlari bilan jalb qilinaman. Shunga o'zim ham shug'ullanib, o'zim qiziqish bilan. Ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil topgandan keyin endi muammolar o'rganib, takliflar eshitilyapti-da. Endi bizga o'xshaganlar bilan yaqindan muloqot qilish vositasi bo'ldi-da bu. Uyga o'tirib qoldim, chunki doktorlar aytishdi menga, bu menga ham, men o'zimga ham aytdi, sen umid qilishing shart emas. Chunki senga 3 kunda o'ladi deb
javob berishgan bo'lsa, demak sen baribir yaxshi bo'lmaysan deb meni hayotdan sovutib tashladi. Men hayotdan umidimni uzib bo'lib, hech harakat qilmay faqat uy bilan bog'lanib qoldim. Ana endi bildimki, demak men hali yaxshi bo'lib ketaman. Esimdan chiqmaydi, men hayotga bir emas 2 marta qayta tug'ilgan deb o'ylayman. Birinchi marta tug'ilganimda men o'yladim, endi yashashim kerak emas ekan deb o'ylagandim. Yo'q, mana men 13-avgustdan boshlab qayta dunyoga keldim. Ijtimoiy xodimlar tomonidan menga juda dalda, kuch, ham yordam, ham menga o'zim tiklanishim uchun ular menga ko'p yordam berishdi. O'sha orqaga ketib bo'lgandim, hayotga intildim. Chunki qaysi kim kelishidan qat'iy nazar qo'li ko'ksida nima xizmat deb keladi. Masalan, hech ham o'ylamaganmanki, imkoniyatim cheklangan, meni bunday meni izlab kelayotgan insonlar yo'q deb o'yladim. Kim bor ekan? Reabilitatsiya markazida davolanib keldim. Yana intilish bo'ldi, men yana borkim, meni davolangim keldi. Inson markazi tomonidan menga Toshkentga order bilan reabilitatsiya markaziga yuborishdi. U yoqda ham men ancha o'zimga keldim. Allohimga shukr. Shu dard bo'lsa ham shuncha harakat qilib, shuncha menga mehr ko'rsatib, nima kamchilik, nima yetmayapti so'rashi o'zi bir odamga kuch. Chunki oyoq qo'li bitilgan shunday yotadi. Menga bersin, men yeb yotsam deb yo'q. Agar men Alloh menga kuch-quvvat oyoqqa o'tirsam, men yeb ichmas, faqat elimda xalqimga xizmat bo'laydim. Xuddi shu ijtimoiy markazdagilar qanday qo'llari ko'ksida kelib, nima xizmat deb kelishadi-ku. Shunday men odamlarga yordam bersam. Meni hurmat qilayotgan, meni izlayotgan, xalqim izlayotgan insonlarim bor. Allohimga shukr, men yolg'iz emasman. Meni himoyasiga olgan xalqim bor, himoyasiga olgan insonlar bor, prezidentimiz bor. Men nimadan faxrlanib yashayman? Yurtim tinchligidan. Men qaysi yurtda yashayman? O'zbekiston degan yurtda yashashni o'zi bir baxt. Aziz teletomoshabinlar, ochiq muloqot ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Demak, bugun ijtimoiy himoya yangi ko'radigan kuzatuvchilarimizga, ya'ni teletomoshabinlarimizga bugun biz bilan ijtimoiy himoya milliy agentligining Navoiy viloyat boshqarmasi sizlarga to'g'ridan-to'g'ri savollaringizga javob bermoqda. Juda yuqorida aynan kerakli savollar bo'ldi, kerakli javoblarni oldik. Bir bizni doim qiziqtirib keladigan savol, mana shu aholining ichida yursak, qayerda bo'lmaylik, mana shu nogironligi bo'lgan oilalar, ya'ni gruppaga chiqish deydi-ku, mana shu nogironligini belgilash yo'nalishi bo'yicha aynan bugun nima ishlar qilinyapti? Doim to'g'risini aytamiz, mana prezidentimiz shu o'zlari turibdilar boshida, butun mutasaddilar, mana ming rahmat, prokuratura tizimi shug'ullanyapti, ya'ni korrupsiyani oldini olish bo'yicha. Mana shu korrupsiyani oldi haqiqatan olinyaptimi? O'sha haqiqatan nogironligi bo'lgan shaxslarimizga, ya'ni nogironlik belgilanyaptimi? Ya'ni gruppaga chiqish deydi-ku, bu xalq tili bilan aytganda ko'proq gruppaga chiqish desak, ular to'g'ri qabul qilishadi. Aynan mana shu yo'nalish bo'yicha qanaqa ishlar amalga oshirilyapti? Borilardi, ya'ni poliklinikaga o'sha bemorlik varaqasi
daftarchasi olib borilardi, uning ichiga albatta pul solinmasa, shifokor tomonidan unga muhr bosilmasdi, imzo qo'yilmasdi. Shunaqangi bir holatlar bo'lardiki, uni o'zimiz ham guvohi bo'lganmiz. Demak, bu fuqarolarimizni davlatga bo'lgan ishonchi, shifokorlarga bo'lgan ishonchi, ya'ni juda ham sust edi. Bugun mana aynan Ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil etilgandan keyin mana hozir rolikda ko'rdik, haqiqatan to'g'ri. O'sha imkoniyatlar yaratib berilyapti, aynan korrupsion holatlarda oldi olinyapti. Demak, bugun gruppaga chiqish qay darajaga keldi? Aynan o'sha mana shu korrupsion holatlarni oldi olindimi? Haqiqatan aynan o'sha bemor bo'lgan, o'sha nogironligi mavjud bo'lgan fuqarolarimizga, ya'ni nogironlik belgilanyaptimi? Ya'ni gruppaga chiqish ajratilyaptimi yoki hali ham o'shanday ko'zbo'yamachilik borda endi shunaqa o'zimiz ko'zimiz bilan guvohi bo'lganmiz, yana og'zini to'ldirib aytadi-da, men nogiron bo'lmasam ham mana gruppaga chiqib olganman, gruppa pulini olib yotibman deydi-da. Lekin aslida u pul mana shu davlat tomonidan ajratiladigan, qancha qiyinchilik bilan topiladigan mablag'lar evaziga beriladigan pulda. Aslida o'sha beriladigan mablag' to'g'ri yo'naltirilyaptimi? Haqiqatan nogironligi bo'lgan fuqarolarimizga, ya'ni ushbu mablag'lar, ya'ni nafaqalar belgilanyaptimi degan savollarimiz bor. Marhamat, mana shu savolga javob berib o'tsangiz. Avvalambor savol uchun rahmat. Haqiqatan yuqorida to'g'ri ta'kidladingiz. Nogironlik belgilash bu jamiyatimizning eng og'riqli korrupsion sohalaridan biri hisoblanardi. Mazkur korrupsion holatlarni bartaraf etish, haqiqiy real nogironlik bo'lgan shaxslarni nisbatan nogironlik belgilash, ularni davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida hozir mana shu tibbiy ijtimoiy ekspertiza, ya'ni nogironlik belgilash tizimi tubdan o'zgartirilyapti. Bu haqda prezidentimiz tomonidan joriy yilning may oyida o'tkazilgan video selektor yig'ilishlarida aytib o'tildi. Xususan, joriy yilning 1-iyundan boshlab Navoiy viloyati va Toshkent shahrida o'sha nogironlik belgilash tizimi standart tizimga o'tyapti. Ya'ni bunda to'liq raqamlashtiriladi nogironlik belgilash. Oldingi vrachlik maslahat komissiyasi, xalq tilida VKK deydi. VKK komissiyasidan voz kechilib, to'liq oilaviy shifokorlar orqali tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasiga tibbiy hujjatlar kelib nogironlik belgilash tartibi yo'lga qo'yilyapti. Ya'ni oldin qanaqa bo'lardi? Tuman tibbiyot birlashmasi huzurida bitta vrachlik maslahat komissiyasi bor. Vrachlik maslahat komissiyasi o'sha tumandan nogironlikka chiqmoqchi bo'lgan fuqaroning tibbiy hujjatlarini tayyorlaydi va tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasi taqdim qilardi. Hozir mana shu mazkur vakolat o'sha mahallalardagi oilaviy shifokorlarga berilyapti. Ya'ni fuqaro bevosita oilaviy shifokorga murojaat qilishi mumkin, ijtimoiy xodimga murojaat qilishi mumkin, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ariza berish mumkin yoki inson ijtimoiy xizmatlar markazi orqali nogironlik belgilash to'g'risida ariza berish mumkin. Mazkur arizalar o'sha oilaviy shifokorga borib tushadi va oilaviy shifokor o'sha nogiron bo'lgan shaxs bilan individual shug'ullanadi, tegishli tibbiy tekshiruvdan o'tkaztiradi, tegishli davo muolajalardan o'tab, agar nogironlik belgilashga asos bor deb xulosa qilgan taqdirda tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasiga platforma orqali hujjatlarni yuboradi. Bunda inson omili kamayyapti. To'liq raqamlashtirishni to'g'risida aytib o'tdik. Keyin hozirgi tartib bo'yicha, amaldagi tartib bo'yicha kasalliklarni eng minimal muddati, ya'ni nogironlik belgilash muddati 4 oy tashkil qiladi. Endi bunda istisno holatlar bor. Endigi yangi tartib bo'yicha, standart tartib bo'yicha har bitta kasallik turi bo'yicha alohida muddat belgilanadi. Qaysida kasallik uchun 1 oy, qaysigadir 2 oy, qaysi kasallik uchun 3 oy belgilanishi mumkin. Bu albatta adolatli tizim hisoblanadi. Bundan tashqari nogironlik belgilashda hozir yangi tajriba tariqasida Navoiy viloyatida pilot amalga oshirilyapti. Bu funksionallik baholash. Nogironlik bo'lgan shaxs nogironlik belgilanishidan oldin tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasiga kirishidan oldin ijtimoiy xizmat, inson ijtimoiy xizmat markazlari xodimlari tomonidan uni funksionalligi baholanadi. Ya'ni xalqaro jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tasdiqlangan 53 ta savoldan iborat savolnoma orqali o'sha insonlar funksionalligi baholanadi. Masalan, qaysi yumushni qanaqa darajada qilishi, qanaqa uni kommunikativ nimalari, muloqot jarayonlari yoki harakatchanligi, boshqa yo'nalishlarda savollar bor. U savollar baholanadi va tibbiy ijtimoiy ekspertizaning xulosasi bilan solishtirilib, avtomatik ravishda fuqaroga nogironlik belgilash avtomat bo'ladi. Unda inson omili aralashmaydi. Masalan, inson ijtimoiy xizmatlar markazi ham bilmaydi qaysi guruhga to'g'ri kelishini yoki tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasi ham fuqaroni qaysi nogiron guruhga to'g'ri kelishini bilmaydi. Uni avtomat bazani o'zi belgilab beradi. Bu albatta
birinchi navbatda yuqorida aytib o'tdik, Navoiy viloyati va Toshkent shahrida amalga oshirilyapti. Keyinchalik respublikaning boshqa hududlarida amalga oshiriladi. Bu borada yana nima deyishimiz mumkin? Albatta bundan ko'zlangan asosiy maqsad korrupsiyani oldini olish va o'sha real nogiron bo'lgan shaxslarga nisbatan nogiron belgilash ko'zda tutilgan. Qo'shimcha qilmoqchiman, o'sha o'zi korrupsiyaga qarshi kurashda eng yaxshi vosita bu inson omilini minimallashtirish, raqamlashtirish va standartlashtirish. Hozir yangi tizimda mana shu uchala yo'nalish ham bor va eng asosiysi korrupsiya qachon yuzaga chiqardi? Qachonki fuqaro sog'lig'imda muammo bo'lsa, bitta doktorga borardim, ikkita doktorga borardim, to hujjatlarimni to'liq qilmagunimcha men hujjatlarimni VKKga topshira olmasdim. Ya'ni bu hujjatlarni to'liq qilish muayyan o'sha atrofdagi norozichilik, byurokratiyaga bog'liq bo'lardi. Korrupsiya holatlari. Hozir endi istalgan fuqaro yoki fuqaro o'zi ariza bermasligi ham mumkin, ijtimoiy xodim orqali ijtimoiy xodim ham kiritish mumkin. Oilaviy shifokorga o'sha sog'liqdagi muammo tufayli nogironlik belgilash so'rab ariza kiritadi. Bu oilaviy shifokorga boradi. Endi oilaviy shifokor uni yo davolash kerak, yo o'sha muayyan muddat davolab nogironlik guruhi belgilash kerak, yoki uni sog'lomligini isbotlab rad etish kerak. Ya'ni iz qolyapti. Shu paytgacha bo'lgan tizimda 4 oy davomida fuqaro ko'p ovora bo'lardi. Tan olish kerak buni. Endi mana shu yangi tizim bilan xudo xolasa muammolarimiz yechiladi va o'sha aytib o'tilgandek, birinchi-iyundan aynan Navoiy viloyati va Toshkent shahrida ushbu tizim ishga tushadi. Juda yaxshi, ya'ni shaffoflik, odillik, adolat o'rnatiladi. Demak, mana shu aynan bizning viloyatimiz mana tajriba tariqasida o'rganilayotganligi ham biz viloyatdosh, ya'ni viloyatimizda aholi uchun ham juda qulay sharoit yaratib beradi. Albatta biz odillik, adolat, shaffoflik tarafdorimiz. Yana men savol bilan sizga murojaat qilmoqchiman, hurmatli Qahramon Razzoqovich. Bir narsa, hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan kambag'allikdan farovonlik sari dasturi ishlab chiqildi. Bizning viloyatimiz buni Navoiy viloyati mana shu dastur bo'yicha tajriba sifatida, ya'ni birinchilardan bo'lib mana shu kambag'allikdan farovonlik sari yo'nalishida bizning viloyatimizda kambag'al oilani qo'maytirish, ya'ni tugatish bo'yicha, kambag'allikni tugatish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Ya'ni o'zingiz yuqorida aytib o'tganingizdek, bizni davlat ijtimoiy himoyalangan davlat. Demak, mana har kun yig'ilishda o'tiramiz, haftada yig'ilishda o'tiramiz. Yig'ilishda 550 dan ziyod korxona tashkilot rahbarlari bugun mana viloyatimizdagi kambag'al oilalarga biriktirilgan. Bo'pti. Bu tizimda boshqarma boshliqlari biriktirilgan, mas'ullar o'z ishini olib boryapti. Ular bilan birga ishlayapti. Lekin ijtimoiy milliy himoya agentligi ular bilan nima ishlar amalga oshiryapti? Ularni qanchasini qamrab oldi o'sha kambag'al oilalarni, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni, ya'ni ularni qanchasiga yetib bordi, qanchasini qamrab oldi va qamrab olingan oilalarga nima imkoniyatlar, nima sharoitlar yaratib berdi? Ahmad, juda yaxshi savol bo'ldi. Hali kutgan savolim bo'ldi. Haqiqatda shu o'tgan yili sentyabr oyida qabul qilingan 330-sonli farmon bu juda ham tarixiy farmon. O'zingizdan bilasiz, o'sha birga qatnashganmiz, yig'ilishda ham qatnashganmiz. Bu qanchalik bu xalqimiz tomonidan ham kutib olindi va prezidentimiz tomonidan o'sha adashmasam bir 5 soatga yaqin video selektor yig'ilishda hijjalab farmonni har bir bandini tushuntirib, qanchalik nima deydi, ushbu farmonga qanchalik kuch g'ayrat sarflayotganlarini bildirib o'tgandilar. Endi o'sha farmondan keyin ijtimoiy himoya milliy agentligiga ham kambag'allikni qisqartirish bo'yicha muayyan vazifalar belgilab berildi. Bu birinchi navbatda ushbu farmon bilan kambag'al o'zi kim degan savolga bir javob topish kerak edi. Ya'ni kambag'allikni portreti yaratildi. Ya'ni kambag'allik belgilari ishlab chiqildi. Belgilar qanaqa ishlab chiqildi? Belgilar biz hozir kambag'allikni aniqlash uchun 116 ta savolnomamiz bor. Bu yerda kambag'allikni belgilari ko'rsatilgan. O'sha savolnomani o'tkazadi ijtimoiy xodim yoki hokim yordamchisi va platforma aytadi, bu oila kambag'al yoki kambag'al emas deb. Platforma chiqaradi xulosasini, kambag'al deb yoki kambag'al emas deb va mahalla yettiligi ovoz beradi. Haqiqatda platforma to'g'ri aytayapti, bu kambag'al yoki haqiqatda bu oila kambag'al emas deb ovoz bergandan keyin
kambag'al yo kambag'al emas deb e'tirof etiladi u oila. Endi biz mana farmon qabul qilingandan keyin ushbu so'rovnomani o'tkazib, kambag'allik reyestrini aniqlab olish ishini boshladik. Demak, biz bildik, kambag'al masalan bu mahallada 4 ta, bu mahallada 5 ta, familiyasi bu, farzandi bu, ota-onasi bu deb familiya nima deydi, manzilli ro'yxatini shakllantirdik. Hozirda viloyatimizda shu 11800 ga yaqin kambag'al oilalar ro'yxati shakllantirildi va bu savolnomadan kelib chiqib kambag'al oilalarning ehtiyojlari ham aniqlab chiqildi. Endi shuni aytish kerakki, shu paytgacha kambag'allikni qisqartirish mana alohida vazirlik bor, shug'ullanib kelishgan, qanchadan qancha hokim yordamchilari, kredit, subsidiyalar ajratilgan. Shu narsani aytish kerakki, kambag'allik bu faqatgina iqtisodiy hodisa emas, balki bu ijtimoiy hodisa va ruhiy hodisa ham. Ya'ni ko'pincha kambag'al oilalarda ijtimoiy muammolar ham bor. Va shu tufayli kambag'allikka tushib qolish ehtimoli ham bor. Yoki o'sha ruhiy holatda ham o'sha o'qimagan yoki masalan berberga o'rganib qolgan boqimandalik kayfiyati shunaqa oilalar bor. Va biz hozir kambag'allik bilan ijtimoiy himoya milliy agentligi ularga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish bilan birga o'sha kognitiv terapiya deymiz, ya'ni ruhiy terapiya, odamni, oilani o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish, motivatsiya berish, haligi hayotdan rozilik hissini uyg'otish, shunaqa o'z maxsus kurslarimiz bor. O'sha kognitiv terapiyani bilan boshlayapmizda oilaga va aytib o'tganimdek ijtimoiy xizmatlar. Boya bundan oldin bergan savolingiz aytdingiz, men o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxslar haqida. Masalan, viloyatimizda o'sha 11800 ta oila kambag'allik reyestriga kiritilgan bo'lsa, shundan 2500 mingtasiga yaqin nogironlik bo'lgan shaxslar bor bu oilada. Va shundan 700 ga yaqini o'zgalar parvarishiga muhtoj. Endi davlatimiz nima deyapti, o'sha farmon orqali nima deyapti? O'sha o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan fuqarolarni, oilalardagi, kambag'al oilalardagi fuqarolarni davlat qarab berishini bo'yniga olyapti. Ya'niki qarab berish bilan band bo'lgan oila a'zosi ishlasin degan maqsadda. Va keyin kambag'allikni qisqartirish bo'yicha asosiy ishlardan bittasi bu hamma ko'rsatiladigan ijtimoiy xizmatlarimiz va yordamlarimiz ijtimoiy shartnoma orqali. Ya'ni davlat masalan nafaqa beradi yoki subsidiya beradi yoki masalan kasalni qarab beradi, lekin buni evaziga oila ham o'ziga qanaqadir majburiyat oladi. Va bu tizim ham joriy qilinyapti. Ya'ni aytib o'tmoqchiman, hozir maxsus platformamiz ishlab turibdi, o'sha kamixma.uz degan va bu hozirda 11800 ta oilamizga 85 mingta ehtiyoj aniqlangan. 85 mingta faqatgina ijtimoiy xizmatlarga ehtiyoj aniqlangan. Bu o'sha bolalar bog'chasi deysizmi, psixologik xizmat, nogironlik belgilash, uy-joy ta'miri yoki reabilitatsiya markaziga order, protez mahsulotlari berish, bu xizmatlar bosqichma-bosqich hammasi amalga oshirilyapti va aytib o'tdingiz o'sha 550 nafar mas'ul haqida va kambag'allikni qisqartirish instrumentlaridan yana bittasi shu davlatimiz rahbari tomonidan belgilab bergan bu rahbarlarni o'sha kambag'al oilalarga biriktirish. O'sha bizning viloyatimizda ham birinchilardan bo'lib o'sha 5 tadan har bittamizga oilalar biriktirildi va bu rahbarlar ushbu oilalar bilan hozir mana o'sha ikkinchi bosqich davom etyapti. Jami 5000 dan ortiq oilalar shu rahbarlarga biriktirish orqali muayyan xizmatlarga ega bo'lishdi. Rahmat. Demak, aynan kambag'allikdan farovonlik sari bo'yicha dasturimiz, demak, amalda men SMS xabarlarini o'qib eshittirishga majburman, chunki fuqarolarimiz qani haqiqatan mana shu shaffoflikni, odillikni, yana men aytaman, adolatni o'rnatish maqsadida mana shu bugun ochiq muloqot dasturimizga, ya'ni ijtimoiy milliy himoya agentligini chaqirtirganmiz. Xatirchi tumani Maydonsoy qishlog'idan Sherzod Dostonov, ya'ni sog'liqni saqlash bo'yicha savol yo'llagan ekansiz. Albatta bu savolingizni nazoratga olib, sog'liqni saqlash boshqarmasi, ya'ni Sapayev Nurali akaga yetkazib qo'yaman. Bizni qarang, hatto Qashqadaryo viloyatidan kuzatyapti, Ko'kdala tumanidan afg'on urush qatnashchisi 2-guruh nogironi Alixon Qambarovman 1 yildan beri
bir yilda bir marta yurtimizdagi dam olish maskanlarida salomatligimizni tiklash va dam olishga haqlimizmi? Tuman hokimligiga murojaat qilsam 2 yilda bir marta borishingiz mumkin deyishdi. Aslida qonunchilik bo'yicha biz singari urush qatnashchilarining dam olish tartibi qanday? Biz uchun imtiyozlar bormi? Javob uchun oldindan rahmat. Qisqa qilib javob berib o'tsangizlar, mana shunaqa holatlarda, ya'ni o'sha afg'on urush qatnashchilariga, ikkinchi guruh nogironlariga dam olish uchun qanaqa imkoniyatlar bor? Hozirgi kunda o'zgalar parvarishga muhtoj bo'lgan yolg'iz keksalar, bundan tashqari yoshga doir nafaqa oladigan fuqarolarimiz ham bir yilda bir marta Ijtimoiy himoya milliy agentligi tasarrufidagi 11 ta dam olish sihatgohlariga bepul borib kelish imkoniyatlariga ega. Ushbu fuqarolarimiz 3 kontingentga bo'linadi, ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi toifaga bo'linadi. Hozirgi aytgan toifamiz ikkinchi toifaga to'g'ri keladi, ya'ni Ulug' Vatan urush qatnashchilari va bundan tashqari afg'on urush qatnashchilari ikkinchi toifa asosida bir yilda bir marta tibbiy sog'liqlarini tiklashlari uchun borib kelishlari mumkin. Ya'ni mana shu ijtimoiy milliy himoya agentligiga murojaat qilsa, bevosita bu bo'yicha to'g'ri yordam beriladi. Rahmat. Keyingi savolim, keyingi SMS xabarini yo'llagan Navbahor tumani Mirzo Ulug'bek mahallasida istiqomat qiluvchi Iskandar Mamatov, 59 yoshdaman. Birinchi guruh nogironligim bor. 60-yillarda qurilgan avariya holatiga kelib qolgan uyimni kadastr qilishimda moddiy va huquqiy yordam berishlaringizni so'rayman. Mana shunaqa holatlarda ham biz yordam bera olamizmi? Hozirgi kunda Saxovat ko'mak jamg'armasi, ya'ni prezidentimiz 17-sonli farmonlari, Vazirlar Mahkamasining 313-sonli qarorlari asosida Saxovat ko'mak jamg'armasidan fuqarolarimizni uy-joylarini ta'mirlash uchun mablag' ajratiladi, lekin buni sharti ushbu uy-joylarni kadastr hujjatlari mavjud bo'lishi kerak. Hozirgi kunda agar ushbu fuqarolarimiz ijtimoiy reyestrimizda, ya'ni kam ta'minlangan oilalar reyestrida turadigan bo'lsalar, ushbu fuqarolarimizni kadastr hujjatlarini davlat bojini 50% miqdorida imtiyozlari bor. Kadastr hujjatlarini rasmiylashtirishda davlat bojida. Kadastr hujjatlarini tayyorlagandan keyin Ijtimoiy himoya milliy agentligining ijtimoiy xodimlariga murojaat qilsalar, uy-joylarini ta'mirlash uchun belgilangan tartibda skoring tizimidan o'tgandan keyin biz mablag' ajratib beramiz. Rahmat. Demak, mana shu hurmatli bizni kuzatuvchilar, hurmatli Navoiy viloyatining ahli, mana shu hurmatli teletomoshabinlar, mana shu jo'natayotgan SMS xabarlaringizni hammasini mana biz Anvar Qahramon Razoqichga albatta yozma ravishda murojaat qilamiz va mana shu savollaringizga aynan har bittalaringizga javob berishadi deb umid qilamiz. Qolaversa, vaqt oliy hakam mana shu bugungi ochiq muloqot dasturimizga kelganlari uchun mana shu ijtimoiy milliy himoya boshqarmasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ushbu ochiq muloqot dasturimizni kelgusi sonida sizlar bilan yana ko'rishguncha deb qolamiz va kelgusi sonda men oldindan mana shuni e'lon qilib o'tishni istardimki, kelgusi ochiq muloqot dasturimizda viloyat sport boshqarmasini taklif qilamiz va mana shu sport boshqarmasida amalga oshirilayotgan sport yo'nalishimizda amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan savollaringiz bo'lsa, murojaatingiz bo'lsa, mana teleekranimizda joylashtirilgan telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Albatta xayrlashmaymiz, ko'rishguncha deb qolamiz. Aziz teletomoshabinlar, sizlar bilan bugun Navoiy teleradio kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Salomat bo'ling.